Hozirgi paytda juda ham bolalarimizda shamollash kasalligi juda ham ko'payib ketgan. Tumov deymiz, yo'tal deymiz, quruq yo'tal deymiz. Shuning uchun bu kasallikdan qanday qutulamiz? Demak, isitma bo'ldimi, tezda o'sha yaqiningizdagi shifoxonalarga murojaat qiling. Yana biz aytamizki, damlamalarimizdan eng yaxshi damlamalarimiz, demak, tez eng zo'r shifobaxsh, ayniqsa suv. Toza suvni qaynatib olib turib, kuniga tez bolalarimizda har qanday yoshlarda ham suvni ko'proq iste'mol qilishga tavsiya qilamiz, chunki suv iste'mol qilganning o'zidayoq isitmani demak bartaraf qilar ekan. Zulfuzar, Silitel damlamalarimizni iste'mol qilib yurgan bolajonlarimizda, kattalarimizda Zulfuzar, Silitel damlamalari sizdagi o'sha shamollashlarni har qanday turlarini, tumov bo'ladimi, quruq yo'talni esa ho'l yo'talga aylantirib berib, demak balg'amni oson ko'chirishga yordam berar ekan. Iste'mol qilib ko'ring va natijalarini bizlarga kommentlarda yozing.